bunaqa narxda topishlaring juda ham qiyin akalar. Xuddi mana shunga o'xshagan traktordan 200 million so'mga arzon. 180 ta ot kuchi. Mana shuncha bahaybat jasadiga yarasha rasxodini qaranglar. 12 ta 15 ta nagruzkada deyishadi. Agar Eldorado uzdan desalaring yana $2000 skitkasiga yana kamchalasiga skuter ham qo'shib berishadi. Chimganga kelganmiz. Narxlar har doimgidek. Mana ularga oldin ham o'zi $2000 skitka berilgandi. Video davomida sizlar hammasini mazax tomosha qilasiz, lekin mana bu traktorga gap bo'lishini qo'yasiz. Oldin yo'q edi, endi keldi. Bu mutlaq yangilik akalar. Saloni ham o'sha hamma sharoiti bor. Masajlik yo'q ekan xolos. Fermerlar bo'lsa, yer bilan ishlovchilar bo'lsa, sekin videoni tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli video bo'ldi. Mana bu tarafda mini traktorlarimiz kabinali, bez kabinalari bilan bu tarafda baquvvatlar bor. Baquvvatlarni xohlaganini olsangiz 704, 904, 1804. Xohlaganiga sotib olganlardan keyin bittadan skuteri bor. $2000 gacha bonus bor. Kichkinalardan $700, $500 aynaqa bonuslar ham qilib berganmiz. Xullas o'sha gap, like boshladik. Yuk tashishga mo'ljallangan gruzovoy deymiz. Dongfenglarimiz bor. S31 dan S32 gacha deyapsizmi? S31 modelmi, S32 modellar. Mana voha tarafdan kelishda o'n erkin post bor. Erkin postga yetmasdan o'ng qo'llaringdan chimgan. Assalomu alaykum fermer, yeri bor, dehqon akalar. Bugun Toshkentga kelganmiz, Chimgandamiz. Traktorda eng bahaybatini olib kelib qo'yishibdi. Boshqa mashinaga raqobatchi brendlardan 200 million so'mgacha arzoni. Videoda hammasi narxigacha aytamiz. Mana shu jasadiga 12 tadan 15 tagacha rasxod qilar ekan, soatiga nagruzkada u ham. Nagruzka bilan ishlaganda ekan. Hozir bizga o'sha Jamshid Chimgan desa, traktor sohasida ko'pchilik taniydigan. Assalomu alaykum aka, tuzimsiz? Yaxshimisiz? Masha akamiz yordam berishadi. Aka, hozir hammasi narxini aytib, birozdan tushuntiraylik. Xo'p, keyin mana buni keling. Puligini bitta ko'rsatib turib, narxini aytamiz. Narxi kattanikini video davomida aytamiz akalar, va aylanadigan narx yaxshi uni ham. Xo'p. Bu nechchiligi, qancha qilib beramiz aka buni? Bu 4 korpusli, mana shu 70-96 kishilik traktorlarimizga mo'ljallangan. Narxi $2000 aka. Ya'ni kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Reboy traktorga akalar eng kamida $500 dan $2000 gacha skitka bor. Minilarga yo'q-a unda. Miniga ham o'sha $500. Miniga 500 bor. O xo'p, yana o skitkadan tashqari yana bitta bonus. Mana shu katta 904 mana ulkanlarda olganlarga bittadan skuter podarka qilib beramiz. Shunaqa 704, 904 va 1804 imizga skuter bor. Eldorado uzdan deslang bo'ldi. Ekranda raqam qoldiryapmiz. Qolgan ma'lumotlarni tiniq tushuntiramiz. Bitta like boshlaylik. Traktorlar bo'yicha mutaxassis Jamshid Chimgan. Assalomu alaykum aka, tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, traktorlarda yangiliklar bor ekan. Bombalari. Zo'ri bor aka. Aha. Mana Chimgan SF 1804 imiz. Aha. Yangilik bu. Aha. Yangi model. Manba endi o'zimizda o'sha SF 904 imiz. Buni oldingi videolarimizni ham chiqarganmiz u. Bucha. Bu ham 904. Ha, bular ikkalovi bir xil. Ikkalovi 904. Bundan tashqari 76 kuchligimiz ham bor. Oldingi videolarimizni ham ko'rgansizlar. Shular hammasiga skuterlar qo'shib beryapmiz. Esingizda Hali bo'lsa. Bonuslari bor. Ha, $500 dan $2000 gacha aksiya Juda zo'r. qo'yganmiz. Hozir akalar narxlari bilan aytamiz. Mana bu tarafda minilari ham bor. Video davomida hammasini sizlarga umumiy bir narxlarini aytib, narx haqida tushuncha ham berib o'tamiz. Buning uchun yana bir marta eslatib o'tamiz. Sizlardan bor yo'g'i like tugmasini bosib qo'yish so'raladi xolos. Bu narsa bizning videomizda ommalashib, ko'proq prosmotr yig'ishiga, mana shunaqa traktor qidirib yurganlarda telefondan ko'proq chiqishiga yordam beradi xolos. Shu bilan bizga yordam bergan bo'lasizlar. Rahmat, boshladik. Aka, nechta ot kuchi, rasxod qanaqa, narxi qancha buni? Bu 180 ot kuchi aka. Hop. Masalan, oldingi safar kelganingizda eng katta traktorimiz 90 ot kuchi edi. Bu undan 2 barobar ot kuchi ko'proq. 180 ot kuchi, 6 ta portion. Narxi $40,000 aka. 40,000? Aha. Zo'r.
40 mingga zo'r aka. Rasxoti qanaqa endi buni? Rasxoti aka shu 12-15 litr atrofida nagruzkada. Nagruzkada. Xo'p. Mana shuni raqobatchilarda qancha chiqadi mana shu? 60 ming chiqadi. Narximi? Ha. Ha, narxi eng arzonini ko'rdim, 720 millionmi shunaqa aka. Bu so'mda 540 millionga aylanyapti hozir. Tushunganda ot kuchiga 520 millionga aylanyapti. 520 million. Ot kuchiga nisbatan narx yaxshi aytishadi bular. Buni ham yaxshi aytishdi. 40 ming Narxi shu plus minus 200 million bizaniki arzonroq. arzonroq chiqadi. Zavodskiy kafolat, Kafolat o'sha 6 oy, motor, korobka, hamma zapchasi bor. hammasi bor aka. Xo'p, komplektda nimalari bor buni? Bu qo'shib berasizlarmi alohida bu? Yo'q, bu alohida. Aha. Bu qo'shib berilmaydi, lekin biriga olsangiz bo'ladi. Buni ham narxi zo'r. 5500 dollar qilib beramiz aylanma plugimni. Aylanadi. Ha, 5500 dollar. Dahshat. Gap. Hop, bunisicha 900 torlarimiz. Bu 900 torlarimiz o'sha esingizda bo'lsa 24,5 ming dollar edi. Aha. 2000 dollar aksiya e'lon qilganmiz. Mhm. Hozirgi kunda narxi 22,5 ming dollar. Go'zal. Bu nima qiladiganimi? Bu yangi kelgan 260 lik frezamiz. Kesaydi, maydalab beradigani bu. Kesi maydalaydigan. Ha. Buni qancha sotyapsizlar o'zini? Buni narxi 2200 dollar aka. 2200 dollar. Zo'r. Xullas hamma narsasi bor. Mana uni bitta saloniga chiqaylik endi aka. Nima mana ulari? Buni olib qo'ysa bo'ladi. Toshi, ha. Posangi deydimi? Toshi, ha. Tosh. Har bittasi 50 kilodan. Tosh. Salon, konditsioner hamma sharoiti bor. Hammasi bor aka. Eshikni qaranglar, katta bo'lib ochiladi. Chiqamiz. 3 ta ekan zinasi ham. Konditsioner, magnitofon, Yuk. pechka, Hop. Endi 360 kamerasi ham bor hatto. 360lari bilan monitorlari ham bor ekan. Kelaman bitta mana sizlar ko'zlaring bilan ko'rsatib beraman buni. Baland ekan, nargilardan ancha baland ekan bu. Ha, bu juda baquvvat aka. Balatiga mancha zo'r. Bakoylar ham o'sha damastikli. Zo'r. Hop. Monitorlari bir balolari, endi men traktor minib ko'rmaganman. To'liq buni sizlarga aytib beraman. Bilganlar bo'lsa yozib yuborarsizlar. Men ular bilmayman nimaniki bu. Chiqib yurg'izib olmasam bo'ldi. Xullas akalar, narxiga nisbatan jasadiga nisbatan rasxoti yaxshi ekan. 15-16 ta quvaniginda nagruzkada. 12 ta 15 ta. 12 ta 15 ta nagruzkada. Nagruzkada. Zo'r. Mana shunaqa gap. Kim olmoqchi bo'lsa, pulli bo'lsa. Zo'r aka haqiqatdan. Bunaqa deflektorlarni ham 4 tadan qilib qo'yibdi. Yana bitta odamga joy qo'shib qo'ymabdi-da aka. Yana bir kishi sig'ib olar ekan, mana ham bu tarafiga o'tirsa. Qani pastga tushamiz-da, endi aka 900 dollarni ham aytdik sizlarga. Komplektdan gapirdik. Men pagruzchikdan bitta aytib qo'yaylik, kimdir qiziqib turgan bo'lsa. Bu mana bu frontalniy pagruzchikli traktorimiz. Bu endi o'sha o'zimizning mini kabinali 404 SF. O'shanga moslangan bu. Bu hammasiga moslasa bo'ladi buni. Bunimi shu SFLD modellarimizga bemalol qo'ysa bo'ladi. Buni narxi 4,5 ming dollar. 4,5 ming. O'shini o'zi. Aha. Traktorimiz shu 12200 dollar. 40 ot kuchi, 4 portion. 40 ta ot kuchi, 4 portion kabinali bilan. Konditsioneri bormidi buni? Yo'q, bunda konditsioneri yo'q, pechkasi bor faqat. Zo'r. Akalar, kim olmoqchi? Bu necha kunda chiqyapti uni bahaybatimiz? Kilosimi? Yo'q, necha kunda chiqyapti? Necha kunda deganingiz u sразу shundoq keladi. Bugun olib ketadimi to'liq bo'lsa? Ha, buni Sirrochni degan akalar. 2 soat, 1 soatda bitadi. 2 soat, 1 soatda ish bitar ekan akalar. Kelaverasizlar. Xo'p, ana endi mana ulkanlarni ko'rdik. Endi minilardan ham bitta narxini aytib qo'yaylik aka. Mana bu yoqda minilarimiz Aha. setkani ichida turibdi. Yana bir marta manzilni eslatib o'raman. Voha tarafdan kelishda 17 erkin post bor. Erkin postga yetmasdan o'ng qo'llaringdan chimgan traktor bor. Mana shu joyda kelaverasizlar. Xo'p, qaysi biridan boshlaylik bularni? Mana bular o'sha
boyagi traktorni 50 taligi, Aha. narxi $13.700 dan. Aha. Mana bu kondisionerli traktorimiz $12.500. 12,5 ming. Bu yoq tarafda mana bu qizilimiz 404 S modelimiz. Aha. Kabinasiz. $10.500 parta bo'yi. 10.500. Yonidagilar palovoz sarig'i bor. Aha. O'sha TT modelimiz palovoz variant $8.800 dan. Zo'r. Xullas, minilarda ham eng kichkinasidan tortib eng ulkanigacha bor. Bularda zapchasi, hamma narsasi bor. Ekranda raqam qoldiramiz. Mana bu yoqda SF 504 modelimiz. Movalari. 12,5 mingdan. 12,5. Hamma biladi-yu. Bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar, qiziqib yurganlar bo'lsa. Hop, skidka ham qilib beramiz bu aytilgandan. Hammasida kamida $500 skidkasi bor. Mana bu bahaybat traktorlarimizga undan ham ko'p $500 dan $2,000 gacha skidkasi bor ekan. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Yana Eldor aka mana shu 1804, 904, 704 traktorlarimizga har doimgidek bitta skuter qo'shib beryapmiz. Ha, mandolariga katta traktorlarimizga skuter qo'shib beryapmiz. Skuter ham zo'r ama, baquvvat. Shunaqa ko'pchilik hamma traktoriga deb o'ylayapti, unaqa emas. Mana bu minilarga skuter qo'shilib berilmaydi. O'zi shundoq ham arzon berilyapti. O'zi narxi zo'r. Skuter faqat mana shu katta haydov traktorlarimizga qo'shib beriladi. Kelaverasizlar akalar. Hop, bu akalar nafaqat traktor, o'ni bu yerda Dongfengda yuk tashiydigan gruzovoy mashinalari ham bor. Ularni ham yengil ko'rsatib beramiz. Kecha o'zi yaqinda rastamoshka bo'libdi bular. Yuk tashishga mo'ljallangan, ya'ni gruzovoy deymiz. Dongfenglarimiz bor. S31 dan S32 gacha deyapsizmi? S31 model va S32 modellarimiz bor. Bu nechta tonna mana S31imiz? S31imiz 2 tonna 200 ko'tarildi. Aha. Bunimiz K0 Bress degan model 1,5 tonnagacha yuk oladi. Oladi. Hop, motor qanaqa Buni motori 1.2 88 ta ot kuchi, injektorli motor. Metan, propan hammasi tushaveradi. Metan, propan bemalol tushadi, garantiyadan ham chiqib ketmaydi. Narxini qancha qilib beramiz buni? Narxini rasrochkaga 13 ming qilib beramiz, naqdga bo'lsa kelishamiz aka. Bo'ldi. Naqd bo'lsa telefon qilaveringlar, chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Xullas, bu yaqinda rastamoshka bo'ldi, bular tayyor. Yaqinda rastamoshka bo'lib chiqdi aka. Bularimiz hali yangi mashina. S31 degan model, motori 1.5, 115 ta ot kuchi, tsepli. Bular ham injektorli motor. Bular ham shu metan, propan, gaz o'rnatsangiz garantiyadan chiqib ketmaydi. Tushunarli. Garantiyasi qolaveradi. Xo'p, mana bu qo'sh kabinaligi. Qo'sh kabinali fermerskiy mashinalar. Xo'p. Bular ham xuddi shunaqa, motori 1.5, 115 ta ot kuchi, injektorli motorlar bular ham. Aha. Narxi qanaqa chiqadi buni? Bunimizni narxi S32 modelimizning narxi 14 ming naqdga. Перечислениyaga 15 ming qilib beramiz. Zo'r. Yuk ko'tarishi qancha bunda? Yuk ko'tarishi bu ham 1,5 tonnagacha yuk oladi. Yaxshi. Xo'p, akalar, bularning hammasi shu atmosferni, injiq motor emas, o'zimiz bor. Konditsioner, magnitofon, nimasi bor salonda? Konditsionerlari bor, magnitofonlari bor aka. Rullari elektrousilitel qilingan, hammasini. Hammasi. Rollari qanaqa buni? Rullari elektrousilitel qilingan. Zo'r. Kelaverasizlar. Mana u ham bor, bu ham arzonga berib yuborishadi. Undan tashqari Dongfengdan hop. Nomi nima edi bu crossoverda? Bunisi Dongfeng Glory 580 Pro degan modelimiz aka, 7 o'rindiqlik. 7 kishilik bu. 7 kishi. Necha pul qilib berardik buni? 20? Buni 22 qilib beramiz. 22. 27 ming edi-da bu. 22 mingga tushirildi akalar. Naqqa yana kelishamiz buni. Naqdga kelishsa bo'ladi. Bo'laveradi. Qora rangi ham bormi? ham bormi? rasrochka yo'li bor. Qorasi ham bormi buni? Qorasi ham bor, qizili ham bor aka. Zo'r. Bunimizcha? Bunimiz Fengon 500, 5 o'rindiqlik, panoramalik. Ha. Bunimiz narxi 18,5. Trekkerga raqobatchi bu. Raqobatchi aka, trekker. Zo'r. Rasxodi o'sha trekkerlarda bir men bu haqida video olgandim. Qiziqqanlar bo'lsa, ko'rsa bo'ladi. Xullas, Toshkent, Chimgan ga kelganmiz. Bu akalardan shunaqa gruzovoy Dongfenglarni ham birinchi qo'ldan sotib olsang bo'ladi. Xo'p, adresni yana bir marta sizlarga aniq tushuntiraman. Vohani yo'lidan kelishda mana Erkin postga yetmaysizlar.
erkin postga yetmay turib, shuni o'ng qo'lga qarasang, mana terib qo'yishgan kelaverasizlar. Ustidan naqqa yana ham chiroyli narxga kelishtirib berishadi. Aka, bizning nomimizdan chiqishadi, bonuslarni qilib berasizlar. Qilib beramiz aka, xudo Sog' xolisa. bo'ling.